Mirjalolning issiqxonasida Suhrob bilan birga Yalosiyo obxodda yuribmiz. Obxodda aylanib, mana mevachalarni ko'ring. Mashalloh bo'lgan. Ne chiroyli bo'lgan. Keling deb qo'ymadi, ha? Suhrob? Aylanib ko'rdik. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. 10-oktyabrda ekilgan alyuminiy akalar. Mana shu onalarni qaranglar. Qaranglar. Voy mashalloh. Bir. Mana ikkinchi kist. 3-kist. To'r, ha 5-chi. 10-oktyabrda ekilgan. Necha gektar o'pshi? 4 gektarga ekkan ekan. Mirjalol Alloh barakangizni bersin, Alloh ishingizga rivoj bersin. Bu maqtanish uchun chaqiribsiz-da. Bu maqtanish uchun ko'rib keting deb chaqiribsiz-da. Alloh barakangizni bersin. Rosa xursand bo'ldik. Juda zo'r, juda chiroyli qaragansiz. Birinchi kistlar. Xo'p. Bitta narsaga ahamiyat berdim men. Eng ko'p ahamiyat bergan narsalarimdan bittasi. Mashalloh. Ko'p joyga borsam muzikani badan budun qilib qo'yishadi Xorazmda xorazmchasiga, Buxoroda buxorochasiga. Lekin mana anchadan beri eshitmayotgandim bunaqa. Ayrim joylarda bor shunaqa Allohning kalomini qo'yib qo'yishadi. Bular eshitadimi, yo'qmi? Eshitadimi, yo'qmi akalar? Bular ham eshitadi. Allohga hamd sano aytadi. Payg'ambar alayhisalomga salovat aytadi. Tirik jon. Mirjalolning Alloh barakasini bersin. Ishlariga rivoj tilaymiz. Duo qilib ketamiz. Juda zo'r bo'lgan pomidor. Mashalloh. Assalomu alaykum.